Aytishlaricha, Yevropada gaz yo'q emish. Bray. Har qishda shu holat qaytalar. Bu ishda mas'ullar qaydalar. Aholi limitdan qiynalar. Qayda qoldi bulturgi va'dalar. Netanda navbatda turganlar ancha, 3 kunlab uyiga bormagan qancha. So'zida turmaydi, o'zgardi ancha. Odamday yashaylik, qiynamang buncha. Hozira, hozira, hozira. Aholiga gazni bering hozira. Hozira, hozira, hozira. Metan gazni bera qoling hozira. Gaz balonga asmamiz yozar edik, qish kelsa aqldan ozar edik. Ko'mirni zapas qilib olang debsan, shu gapingizga yangilash bilan. Oshin serialini taqdim etadi. Ustozit. O'zing it. Meni ismim Jamshid. Men Yaponiyaga ketishim kerak. 1 yildan beri yoningizda yuraman, hech nima o'rgatmadingiz. Sen bola ko'r bo'lib qolma, o'rgatmadimmi? PlayStationda bo'yida tashlab qo'yishni o'rgatmaganmanmi? Ha, kechiring ustozit. Bu yana it deyapti. Sen bunchalik itmasmi-ki? Ustoz. Quryotyapsan yonga qarab. Ustoz, Yaponiyaga borsam, non olmoqchi bo'lsam, magazinchiga qanday tushuntiraman? Magazinchiga borasan. Hay! Bu ikkita. Qaytar. Hey! Ya, aksentingni to'g'irlash kerak. Ona ishga shoshilyapman. Ne hammani yig'dingiz o'zi? Yangi uchastkamiz bitdi. O'shaning uchun yig'dim. Shunaqa demaysizmi? Shunga bittayam kelin bilan shu domda qolib, meni xizmatimni qilasanlar. Ikkitani uchastkaga chiqaraman. Shuni maslahatlashib, menga javobni aytib berarsanlar. Naqarlaring, men katta o'g'ilman. O'zi bolalarim bilan mana domda tiqilib qoldik. Qonun qoidasi bo'yicha kichkina o'g'il qolish kerak onadan. Topganingiz kichkina o'g'il. Nima men shu domda tiqilib yashashga majburmanmi? Tim bo'li yangi uchastka meni ishxonamga bir qadam. Siz qola qoling aka. Mayli, talashmaydi. Men onam oldilarida qolib xizmatlarni qilishdan qochmayman. Sizlar chiqib keta qolinglar. Ha, o'zin yangi uchastkaga chiqa olmas ekansiz-da. Yangi uchastkami, eski dommi farqi yo'q. Erim nima desalar shu. Ular qatta bo'lishlaridan qat'iy nazar, men har doim ularning yonlaridaman. Xo'sh, bolalarim, kim qoladigan bo'ldi? Endi